ketdi. Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, mana bizning quyosh panellarimizni o'tgan videomizda tushunmay qolgan insonlar bor ekan. Bu birinchidan tushuntiraman. Banksiz, kafilsiz, foizsiz rassrochkaga beriladi. İşlagan kunini pul beradi, ishlamagan kunini va ishlamagan oyini pul bermaydi. Ina. 2 million 166 ming so'mdan chiqadi. Telefon bormi yaningizda? 26 million so'm narxi. Mana bo'lim 26 million so'm 12 bo'lim. 26 million so'mmi? Ikama ko'rsadik, bu kameraga ko'rsadik, men ko'rsatman. Bo'lim 12. Mana 2 million 166 ming so'm. Ustida bir tinam pul yo'q, 2 million 166 ming so'mdan to'laydi. Oyna. Davom. 1 yil davomida. Lekin 13 oy vaqt beramiz. 13 oy degani 40 kun vaqt beramiz. Pul tushsa pul beradi. Pul tushsa? Pul tushmasa bermaydi. Borib ustunovga ketamiz. Pul ishlab boshlasa pul beradi. Shuncha pul bermaydi. Gap yo'q, juda ham zo'r. Keyingi masalamiz mana bu. Quyosh panelimiz 35 million so'm. 35. Bu pul ishlasa pul beradi. Keyin bir Restor Solar panelimiz, Restor Solar 620 volt, O'zbekistonda va O'rta Osiyoda, Yevropada eng darajasi baland panellardan hisoblanadi. Eldan orqasam ishlaydi. Quyosh paneli eldan pul ishlaydi, orqasam pul ishlaydi. Qarang. 3750 ming so'mdan kiring 12 oy. Ina do'stlar. Mana aytam qarang. 3 million 750 ming so'm. Qarang. Ko'paytiramiz 12. 45 million ha? 45 million. Nima 4583 12 ko'paytiraman qarang. 4583 ko'paytiramiz 12. 55 milyon gördünüz mü? 55 milyon so'm bo'lgan, 10 million skidka berdik, 3750 mingdan to'laydi. Hisob. Qarang. Quyosh panelini olib borib ustunovga ketamiz. Har oyda shu pulni ishlasa, pul to'laydi. Shu pulni ishlamasa, pul to'lamaydi. Gap yo'q. Ishlamagan oyini, ishlamagan kunini pul berilmaydi. Bank yo'q, foiz yo'q, kafil yo'q. Kafillarsiz. Ko'p odam quyosh paneli bulutli ob-havoda ishlamaydi deydi. Bizning quyosh panelimiz bulutli ob-havoda ishlaydi. Hukumat ishidan ishlashlari kerak emas, to'g'rimi? Ishlash kerak. Pul olib turgan bo'lish kerak. Obodot bo'lish kerak. Ulardan pul olmaymiz. O'zimdan pul olamiz. O'zining tushgan pulini beradi. Ya 3 million so'm, 4 million so'm pensiya oladigan bo'lish kerak, ya 3 million 4 million so'm oylik oladigan bo'lish kerak. Shu ishlagan puldan to'lasa bo'ladi. Ularda prost kafil etib qo'yamiz. Buni ishlagan pulni bermaydi odamlar ham bo'ladi-da. O'zining ishlab turgan pul kunda karta tushib qoladi-ku. Shuni bermaydi insonlar ham bo'ladi, haqiqatan ham. Bizlar shuni kafil etib kirdirsak, shu pulni bersa bo'ldi. Hisob. Agar shu pulni ishlamasa, pul bermay qo'yadi. Bek quyosh panelimiz bu 40 million so'm. 40 million so'm. Bu ham xuddi shunday variantda sotiladi. Endi quyosh panelimizni dunyoda eng top variantlari Jinko ko'rsatib o'tdik. Ja Solar degani bor, Long GX10 degani bor. Bundan tashqari Restor Solar. Bular hammasi dunyoda top zavodlar. Lekin bizning aqlimizga eng to'g'ri keladigan variantlar ana shu 4 varianti. Invertorni keladigan bo'lsak, Dia invertor bo'ladi va Solax invertor bo'ladi. Zakaz bergandan keyin bir hafta ichida olib borib ustunovga ketamiz. Ustunovga ketgandan keyin 40 kun qo'yib beramiz. 40 kun. Ustunovga bo'lgan kundan boshlab uchuvchi qo'yamiz. 40 kun. Aytib o'tganimizda 40 kun ichida pul ishlasa pul beradi. Pul ishlamagan oyna va kunda pul berilmaydi. Foizsiz, banksiz. Faqat bizlar shu ishni odamni kafil etib kirdiramiz. Agar bu ishlagan puldan bermay qo'ygan taqdirda undan yechib olish maqsadimda. Baribir buni olib borib bergandan keyin uydan urlab olamiz, klient rozi bo'lmagancha. Misolda keyin invertorlari, yana bir kreditlarlari, orqasida profillari eng sifatli zo'rlarni qo'yib beramiz. Yana bir masala, kimda agar taklif bo'lgan bo'lsa, qanday panel kerak bo'lsa, boshqacha panellardan narx-navosini kelishib, panellarning garantiyasi qanday bo'ladi? 30 yil. 30 yil. Ha, 30 yil, 50 yil deb garantiya beramiz, lekin originali 10. Original degani, ya'ni 10 yilgacha u ham meni tanib biladi, men ham uni tanib bilaman-da. 30 yil degani 26 yildan kelmasa kerak, baribir bizilt deb. Xudo xolasa, bu endi bu yaqinda rivojlanadigan narsa. Bu kimga zo'r desangiz, mana pensiyaga insonlarga zo'r. Zo'r. Haqiqatan pul tushib turaveradi. Uyning, ya'ni gazi, sviti, hamma narsasi mutqa tushadi. 3 yilgacha yer solig'i, mulk solig'idan ozod etib qo'yamiz. Shunday imtiyozlar bo'ladi. Prosta maslahat bermakka kelsa bo'lmaydi. Mana hamma narsani yuzda tushuntirib turibmiz bizlar. Ola to'g'ri odam haqqoniy, ya'ni ichida bir ishtiyoqi bo'lsa, kelsa, ustonovga yetib beramiz, puli ishlagandan keyin bersa bo'ladi. Shuncha pul olmaymiz. Zo'r.